Harvardning oila tarbiyasi xavfuja shu. Maktab butun dunyodagi oila tarbiyasi, bola tarbiyasi, muvaffaqiyat qozonish qatorliq turlardagi eng nodir, eng qaltis kitob. Ismida Nobel chiqib turdi. Harvardning oila tarbiyasi deb. Shundami? Endi bu kitobni o'qigandan keyin bizning bolalarimiz, inson-o'g'illarimiz bir Harvardga o'tamagan taqdirdimi, shindaga, mundaga, yeshoyanga, shidaga chuqur yetalaydi. Albatta bu kitob yolg'iz ularga emas, maktab bitirib bo'lganlarning keyingi hayot nishoni belgilashda nihoyat muhim rol o'ynaydigan yaxshi kitob. Bu kitob qonun xarakterli kitob mana. Uzunluğum 25 cm keldi, shunchalik yo'g'on. Qattiqdash, ma ichidagi xattirmi shunchalik yo'g'on. Menda o'qisanglar ko'zni biyarim qilmaydigan. Men yeni bir eng yoqtirdigan yerim bu kitobni. Biz maktabda o'qish chiqqan bir kitobda turdiq bizga tunji kuni. Shu kitobni bak-bayz puraydigan naq osh puroqlar ma kitоб uchun. Kitobning asli bahsi 59 ko'y. Mening cho'chog'imni setib olsanglar faqat 39 ko'y. Ma kitobning sufti, ichidagi bilimning cho'nqurligiga nisbatan nihoyat azon. Topolmagan do'stlar siz shin qilinglar, ayrim yo'llab beraman.